Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan bir judayam muhim, har bir keksa avlod vakili va yaqinlari uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Sizning farovonligingiz va kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun ushbu ma'lumotni to'liq anglab yetishingiz shart. Gap shundaki, 2026 yil 1 maydan boshlab pensiya tizimida juda katta o'zgarishlar kutilmoqda. Bu o'zgarishlar barchaga taalluqli bo'lib, tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. Shuning uchun, iltimos, diqqat bilan eshiting va ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu video ostiga like qo'yishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati, avvallari qanday edi va endi nima o'zgaradi? Mamlakatimiz pensiya tizimi yillar davomida bir necha bor isloh qilingan. Avvallari pensiya tayinlash jarayoni asosan qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchalari, arxiv ma'lumotlari va shaxsiy murojaatlar asosida amalga oshirilardi. Pensiya oluvchilardan tez-tez turli hujjatlar, masalan, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ba'zan esa tibbiy ko'rik natijalari talab qilinardi. Bu jarayon ko'pincha vaqt talab qiladigan, byurokratik to'siqlarga boy va ba'zan xatoliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan jarayon edi. Ma'lumotlarning tarqoqligi, ularni jamlashdagi qiyinchiliklar tufayli pensiya miqdorini hisoblashda yoki pensiya muddatini uzaytirishda qator tushunmovchiliklar yuzaga kelardi. Masalan, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlarning xiraligi, ba'zi ish joylarining tugatilib, arxiv hujjatlarning yo'qolib ketishi kabi holatlar odamlarga ko'p qiyinchilik tug'dirar edi. Bu esa fuqarolarning vaqtini va asabini behuda sarflashga majbur qilar, pensiya ta'minoti idoralarining ish yukini oshirardi. Endi esa 2026 yil 1 maydan boshlab joriy etiladigan yangi talablar bu tizimni tubdan o'zgartirishga qaratilgan. Hukumat pensiya tizimini to'liq raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va har bir fuqaroning pensiya huquqini aniq va tezkor ta'minlash maqsadida jiddiy qadam tashlamoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, har bir pensioner va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqaro o'zining mehnat staji, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari va shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlarini yagona elektron bazada, ya'ni shaxsiy kabinetida to'liq aks ettirishi shart bo'ladi. Bu yangi tizim orqali pensiya olish uchun avvalgi qog'ozbozlik va ortiqcha sarsongarchiliklar bosqichma-bosqich yo'qotiladi, biroq bunga tayyorgarlik ko'rish talab etiladi. Yangi talablar xususan pensiya olish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni elektron shaklda doimiy ravishda yangilab borish va ba'zi hollarda elektron tasdiqlash mexanizmlarini joriy etishni nazarda tutadi. Bu bir tomondan tizimni zamonaviylashtirsa, ikkinchi tomondan ba'zi fuqarolar uchun qo'shimcha harakatlarni talab qiladi. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Yangi talablar pensiya tizimini markazlashtirish va ma'lumotlar almashinuvini yaxshilash orqali pensiya hisoblashdagi xatoliklarni kamaytirish, firibgarlik holatlarining oldini olish va fuqarolarga qulaylik yaratishni maqsad qilgan. Biroq bu jarayon barcha uchun bir xil darajada oson bo'lmaydi. Keling, kimlar ayniqsa diqqatli bo'lish kerakligini va kimlar unchalik xavotirlanishi shart emasligini ko'rib chiqamiz. Kimlar ayniqsa xavotirlanish kerak? 1. Eski avlod pensionerlari va mehnat staji faqat qog'oz mehnat daftarchasida aks etganlar. Bu toifadagi fuqarolarning mehnat staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari ko'pincha elektron bazalarda to'liq mavjud emas. Masalan, 78 yoshli Murod aka. U butun umrini bir davlat korxonasida ishlagan. Korxona yopilganiga 20 yil bo'lgan. Uning mehnat daftarchasi eski, yozuvlari ba'zi joylarda ochgan. Murod aka hozirgi kunda pensiya olmoqda, lekin yangi tizim uning barcha mehnat stajini elektron shaklda tasdiqlashni talab qiladi. Agar ma'lumotlar elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, Murod akaning pensiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Murod akaga o'xshagan minglab fuqarolar o'zlarining mehnat daftarchasidagi har bir yozuvni tekshirib, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, ma'lumotlarni raqamlashtirish va bazaga kiritishni talab qilishlari lozim. Aks holda 2026 yil 1 maydan keyin uning pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi, hatto to'xtatilishi mumkin. 2. Mehnat stajida uzilishlar bo'lganlar yoki turli xususiy korxonalarda ishlaganlar. 65 yoshli Gulnora opa misolida ko'ramiz.
U turli yillarda ham davlat korxonalarida, ham kichik xususiy firmalarda ishlagan. Uning mehnat daftarchasida barcha ish joylari qayd etilgan, ammo xususiy firmalar har doim ham ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga to'liq taqdim etmagan bo'lishi mumkin. Natijada uning elektron bazadagi mehnat staji haqiqiy stajdan kam bo'lib chiqishi mumkin. Gulnora opaga o'xshagan fuqarolar o'zlarining har bir ish joyidan ma'lumotnomalar, buyruqlarning nusxalarini yigib, pensiya jamg'armasi bilan muloqotda bo'lishlari kerak. Aks holda elektron bazadagi yetishmovchiliklar uning pensiya miqdorini kamaytirib yuborishi mumkin. Masalan, agar u 40 yil stajga ega bo'lsa-yu, ba'zida 30 yil ko'rsatilsa, uning pensiyasi sezilarli darajada kamayadi. Bu esa uning turmush sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'chi nogironlik pensiyasi oluvchilar. Ba'zi nogironlik pensiyalari ma'lum muddatga tayinlanib, keyin qayta tibbiy ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Yangi tizimda bu jarayon ham raqamlashtiriladi. Olimjon erta nogironlik pensiyasi oladi. U har 3 yilda tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Yangi qoidalar uning tibbiy ma'lumotlari va nogironlik darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron bazaga muntazam kiritilishini va o'zi ham elektron tasdiqlashini talab qiladi. Agar u bu jarayonni o'z vaqtida amalga oshirmasa, uning pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar o'zlarining tibbiy ma'lumotlari bazada to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qilishlari va har qanday o'zgarishni o'z vaqtida taqdim etishlari shart. 4. Chetdan pensiya oluvchilar yoki uzoq vaqtdan beri chet elda yashovchi pensionerlar. Agar Dilshodbek masalan Rossiyada yashaydi va O'zbekistondan pensiya oladi. U har yili pensiya jamg'armasiga o'zining tirikligi va yashash joyi to'g'risida ma'lumot taqdim etishi kerak edi. Yangi tizimda bu jarayon ham raqamlashtiriladi va ba'zi hollarda elektron imzo yoki biometrik tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Agar Dilshodbek kabi fuqarolar yangi elektron tasdiqlash mexanizmlariga ega bo'lmasalar yoki ularni o'zlashtira olmasalar, ularning pensiyalari ham xavf ostida qolishi mumkin. Ular maxsus elektron portallar orqali o'z identifikatsiyalarini va yashash joylarini tasdiqlashlari talab etiladi. Bu esa chet eldagi konsullik idoralari yoki vakolatli organlar bilan hamkorlikni taqozo qiladi. Kimlar unchalik xavotirlanishi shart emas, lekin baribir tekshirib ko'rish kerak. 1. So'nggi yillarda pensiyaga chiqqan fuqarolar. Agar siz so'nggi 5-10 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning mehnat stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarning aksariyati allaqachon elektron bazalarga kiritilgan bo'lishi mumkin. Chunki so'nggi yillarda raqamlashtirish jarayonlari faol olib borildi. Masalan, 62 yoshli Zuhra opa 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Uning barcha ma'lumotlari deyarli to'liq raqamlashtirilgan. Biroq u ham o'z shaxsiy kabinetiga kirib, ma'lumotlar to'liq va to'g'ri ekanligini tekshirishi zarur. Nima uchun? Chunki ayrim kichik xatoliklar yoki ma'lumotlar bazasida yuzaga kelgan texnik nosozliklar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Har bir raqamlashtirish jarayoni ham mukammal bo'lmaydi. Shuning uchun shaxsiy nazorat har doim muhimdir. 2. Yirik davlat korxonalarida uzluksiz ishlagan fuqarolar. Ushbu toifadagi fuqarolarning ma'lumotlari odatda korxonaning kadrlar bo'limi tomonidan muntazam ravishda pensiya jamg'armasiga taqdim etilgan va ko'pincha ancha to'liq holatda bo'ladi. Ammo baribir o'z shaxsiy kabinetini tekshirish ortiqchalik qilmaydi. Agar biror kichik ish joyi o'z vaqtida ma'lumotni kiritmagan bo'lsa, bu stajda kichik farqlarga olib kelishi mumkin. Masalan, katta zavodda 45 yil ishlagan 70 yoshli Qosim aka. Uning ma'lumotlari deyarli 99 holatlarda bazada to'liq mavjud bo'ladi. Lekin u ham shaxsiy kabinetiga kirib, ma'lumotlar bazasi bilan mehnat daftarchasini solishtirishi lozim. Agar 1-2 oylik farqlar bo'lsa, bu ham pensiya miqdoriga uzoq muddatda ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, pensiya islohotlarida ham ba'zi istisnolar, yashirin jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Bu jihatlarni bilish kelajakda muammolarga duch kelmaslik uchun juda muhimdir. Qoidalardan istisnolar. 1. Ota ogir nogironlikka ega bo'lganlar. Ba'zi toifadagi nogironlar, masalan, birinchi guruh nogironlari, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish qobiliyatini yo'qotganlar uchun yangi talablarga rioya qilish qiyin kechishi mumkin.
Bunday hollarda ularning qonuniy vakillari, farzandlari, vasiylari orqali yoki pensiya jamg'armasining ijtimoiy xodimlari yordamida ma'lumotlar yangilanishi uchun maxsus tartib joriy etilishi kutilmoqda. Masalan, 85 yoshli va to'shakka mixlanib qolgan Saodat xolaning pensiya masalalari uning farzandi orqali hal etilishi uchun maxsus mexanizm ishlab chiqiladi. Bu holatda vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar yoki maxsus ishonchnomalar talab qilinishi mumkin. 2. Ba'zi turdagi imtiyozli pensiyalar. Ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, yadroviy sinovlar ishtirokchilari, harbiy xizmatchilar, ma'lum kasblardagi shaxslar uchun tayinlangan imtiyozli pensiyalar alohida qonunlar asosida tartibga solinadi. Ularning ma'lumotlari ham raqamlashtiriladi, lekin pensiya tayinlash shartlari o'zgarmasligi mumkin. Biroq ularning ham o'z shaxsiy ma'lumotlari elektron bazada to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qilishlari shart. Masalan, ichki ishlar organlaridan pensiyaga chiqqan Bobur aka o'z imtiyozlari haqidagi ma'lumotlarning elektron bazada to'g'ri ko'rsatilganligini tekshirish kerak. Chunki tizim aynan shu ma'lumotlarga tayanib ishlaydi. 3. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun beriladigan bir martalik nafaqalar. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar, masalan, bolani tugish bilan bog'liq bir martalik nafaqalar pensiya tizimining bevosita qismi emas, balki ijtimoiy himoya tizimiga kiradi. Ular uchun yangi talablar to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin, biroq ularni olish tartibi ham raqamlashtiriladi va elektron portal orqali amalga oshiriladi. Tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlar. 1. Raqamli savodsizlik. Eng katta muammolardan biri, ayniqsa keksa avlod orasida raqamli savodsizlikning yuqoriligi. Ko'pchilik internet, kompyuter yoki smartfonlardan foydalanishni bilmaydi. Yangi tizim esa ko'p hollarda aynan elektron portallar, shaxsiy kabinetlar va elektron imzoni talab qiladi. Agar pensioner ushbu vositalardan foydalana olmasa, u o'z pensiyasi bilan bog'liq muhim ma'lumotlarni nazorat qila olmaydi. Masalan, 70 yoshli Oysha momo smartfonni yoqa olishi ham qiyin. Uning pensiyasi bilan bog'liq ma'lumotlarni elektron tarzda tekshirish uning uchun katta muammo. Bu holatda oila a'zolarining yordami yoki pensiya jamg'armasining malakali xodimlarining ko'magi juda muhim bo'ladi. Aks holda, o'z vaqtida elektron tasdiqlanmagan ma'lumotlar tufayli uning pensiya to'lovlarida uzilish yuzaga kelishi mumkin. 2. Ma'lumotlar bazasidagi xatolar. Har qanday katta ma'lumotlar bazasini shakllantirish jarayonida xatoliklar bo'lishi tabiiy. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki mehnat stajida kichik bir xato ham jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, 1965 yilda tug'ilgan Farhodning familiyasi bazada Fargod deb yozilgan bo'lsa, uning pensiya hisobida muammolar paydo bo'ladi. Bu xatolarni o'z vaqtida aniqlash va tuzatish juda muhim. Agar bu xatolar 2026 yil 1 maygacha tuzatilmasa, pensiya tayinlash yoki to'lash jarayonida kechikishlar yuzaga keladi. 3. Firibgarlar. Yangi tizimga o'tish davri firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimi yoki ijtimoiy yordamchi sifatida tanishtirib, odamlardan shaxsiy ma'lumotlarni, pasport seriyasi, PIN-pul, bank karta raqamlari talab qilishlari mumkin. Hech qachon telefon orqali yoki shubhali saytlarda bunday ma'lumotlarni oshkor qilmang. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat idoralari hech qachon sizdan telefon orqali bank karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini so'ramaydi. Har qanday rasmiy ma'lumotlarni faqatgina davlatning rasmiy veb-saytlari yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan olishingiz kerak. 4. Hujjatlarning yo'qolishi yoki buzilishi. Ba'zi eski avlod vakillarining mehnat daftarchalari yoki boshqa muhim hujjatlari yo'qolgan yoki buzilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda yangi tizimga o'tish jarayonida qiyinchiliklar yuzaga keladi. Masalan, mehnat daftarchasi yo'qolgan 72 yoshli Hamid aka o'z stajini qanday tasdiqlaydi? Bu kabi holatlarda arxivlardan ma'lumotlarni tiklash, sobiq ish joylaridan, agar mavjud bo'lsa, ma'lumotnomalar olish kabi qo'shimcha qadamlar talab qilinadi. Bu esa uzoq va murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bu yangi talablar haqida eshitdingiz. Endi nima qilish kerak? Keling, aniq va tushunarli qadamlarni ko'rib chiqaylik. Bu bosqichma-bosqich yo'riqnoma sizga va yaqinlaringizga tayyorgarlik ko'rishda yordam beradi. 1.
O'z shaxsiy kabinetingizni tekshiring va ro'yxatdan o'ting. Agar sizda hali yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, darhol ro'yxatdan o'ting. Bu eng birinchi va asosiy qadam. Mi.gov.uz portalida mehnat daftarchasi yoki pensiya ta'minoti bo'limiga kiring. U yerda sizning mehnat stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi mavjud ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar qanchalik to'liq va to'g'ri ekanligini sinchkovlik bilan tekshiring. Agar ba'zi davrlar yoki ish joylari aks etmagan bo'lsa, bu siz uchun qizil chiroq bo'lishi kerak. Shuni unutmangki, bu portal orqali kelajakda ko'plab pensiya bilan bog'liq operatsiyalar amalga oshiriladi. 2. Barcha qog'oz hujjatlarni yig'ing va tartibga soling. Barcha mehnat daftarchalari, diplomlar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nikoh va ajralish guvohnomalari, tugilish haqidagi guvohnomalar barchasini bir joyga jamlang. Bu hujjatlar sizning mehnat stajingizni va shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun asos bo'ladi. Har bir hujjatning nusxasini olib, asl nusxalarni ishonchli joyda saqlang. Agar eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar xira yoki tushunarsiz bo'lsa, o'sha korxonaning, agar mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan yoki arxivdan ma'lumotnomalar olishga harakat qiling. Masalan, agar siz 1990 yillarda bir zavodda ishlagan bo'lsangiz va bu zavod hozir boshqa nom bilan ishlayotgan bo'lsa ham, u yerga murojaat qilib, arxiv ma'lumotlarini so'rang. 3. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Agar sizning shaxsiy kabinetingizda ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa yoki qog'oz hujjatlaringiz bilan elektron bazadagi ma'lumotlar o'rtasida farq bo'lsa, darhol yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qiling. Mutaxassislar sizga mavjud ma'lumotlarni tekshirishda va yetishmayotganlarni kiritishda yordam berishlari kerak. Murojaat qilayotganda barcha yig'ilgan qog'oz hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib boring. Qabulga yozilish yoki navbatga turish uchun pensiya jamg'armasining rasmiy saytidan yoki kol markazidan foydalaning. 4. Raqamli ko'nikmalarni o'rganing. Agar sizda kompyuter yoki smartfondan foydalanish bo'yicha bilimlar yetarli bo'lmasa, xavotirlanmang. Oilangizdan farzandlar, nabiralar yordam so'rang. Mahallangizdagi axborot texnologiyalari markazlarida, o'quv markazlarida yoki keksalarga it kabi loyihalar doirasida bepul kurslar tashkil etilishi mumkin. Bu kurslarda sizga Mi.gov.uz portalida ishlash, elektron imzo olish, hujjatlarni skanerlash va elektron pochta orqali yuborish kabi asosiy ko'nikmalar o'rgatiladi. Bu ko'nikmalar nafaqat pensiya masalalarida, balki kundalik hayotda ham sizga foyda beradi. 5. Hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, tiklash choralarini ko'ring. Agar mehnat daftarchangiz yoki boshqa muhim hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, darhol uning nusxalarini tiklash choralarini ko'ring. Mehnat daftarchasini tiklash uchun sobit ish joyingizning kadrlar bo'limiga, agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisiga yoki arxiv muassasalariga murojaat qiling. Agar ushbu choralar natija bermasa, sud orqali mehnat stajini tasdiqlash imkoniyatini ham ko'rib chiqing. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Shuning uchun 2026 yil 1 maygacha qolgan vaqtdan unumli foydalaning. 6. Rasmiy axborot manbalariga ishoning. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar haqida faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, Adliya vazirligi, Mi.gov.uz portali yoki ishonchli ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlarga ishoning. Ijtimoiy tarmoqlardagi yoki shubhali saytlardagi mishmishlarga ishonmang. Firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun doimo sergak bo'ling. Har qanday shubhali holatda pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov. Qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek 2026 yil 1 maydan kuchga kiradigan yangi talablar pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Bu o'zgarishlar tizimni modernizatsiya qilishga, uni yanada shaffof va adolatli qilishga qaratilgan bo'lsa-da, har bir fuqarodan o'z vaqtida tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. Hozirdan harakat qiling, o'z ma'lumotlaringizni tekshiring, zarur hujjatlarni tartibga soling va elektron ko'nikmalarni egallang. Bu sizning kelajakdagi pensiya ta'minotingiz barqarorligi uchun gamxo'rlik qilish demakdir. Bu juda muhim ma'lumot. Ushbu videoni o'zingizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang.
Ayniqsa keksa avlod vakillariga ushbu videoni ko'rsating va ularga yordam bering. Ularga bu jarayonda yordam berish bizning insoniy burchimizdir. Oz fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki biz foydali ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.